Bismillahirrahmanirrahim. Merimgin Allah subhanahu wa ta'ala adına başlayman. Allah subhanahu wa ta'ala merimli rahimdan. Allah subhanahu wa ta'ala kechirimli borkerdir. Allah ta'ala kudretli zat, butkul alam başkarucusu, butkul alam yaratıcısı, butkul alamdan kudretli gücü. Sınavını tanrım. Allah Teala bilen bizni bu dünyaya bir maksatla yarattı. Qanday maqsadsa Allah Teala o'zi ibodat qilishga bizni yaratdi. Yana o'shanda bizga payg'ambarni berdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni baxtli bo'lsin deb. Yana o'shanda oxirgi payg'ambar bizga Qur'oni kitobni tushirdi. Oxirgi kitob. Undan boshqa kitob tushmaydi, undan boshqa payg'ambar kelmaydi. Hurmatli musulmonlarim, Allah Teala bizga bunday jasho berdi, ömür berib жатады. Allah Teala tutadi. Mulk surasida men sizlarni men ona ibodat qilishga yaratdim. Yana bu dunyoning barcha sizlar uchun yaratdi deb Allah Teala o'z Qur'onida aytadi. Shundan bu dunyoga kelgan maqsad o'zini nima maqsadda eldik, o'shani bilib olaylik. Yana o'shandaylar Allah subhanahu wa ta'ala bizga ne'matlar berdi. Ben sog'lik berdi. Avonchi tutamiz. Qaranglarchi, Allah Teala shunchalik merimli, shunchalik rahimli. Ömrimiz Allah'ın qo'lida, yashash Allah'ın qo'lida. Hurmatli musulmonlarim, o'ylanaylik, o'ylanaylik. Nega yashab juram? Yeb ichib yashaw, o'yin kulish shattiq, bu jo'mida rohat, bu dunyoda adil va vaqt rohat qilib, oxiratda qanday javob berasiz Allohning oldida. Shunday otiq bu. Har birimiz kelgan maqsadimiz bilaylik. Qaysi yo'lda ketyapman? Vaqtga borganda beshikka kiramcha to'zoqqa kiram degan sezim bo'lsin. Besh bilan to'zoqqa birini Alloh kirgizadi. Allah qalasa kirgizadi. Biz bu dunyoga keldik. Allohning razısını tavib, sana Allohga ibodat qilib, eng nezgi maqsadimiz. Sana payg'ambarimizni yaqindan tanib, payg'ambarimiz nega keldi? Butkul olamga baxtli yetkazgani keldi. Rahimli yetkazgani keldi. Payg'ambarimizdan Arabiy sunnatini atqaruga harakat qilaylik. Payg'ambarimizning kimda bir sunnatni atqarsa, Allah Teala payg'ambar aytgan, bendilarning ichida men sunnatim kimdir o'zini atqarsa, men uni yaxshi ko'raman degan. Qaranglarchi, qanday g'ana ibodat, payg'ambarning bir sunnatni atqaruv. Shundan payg'ambarning yashashini ergashib yashaylik. Bizga ulgu kirgana payg'ambarimiz boshqalar ulgu tutmaylar. Jana Abu Bakr Siddiq, Umar, Ali, Usman şunlar ulgu tutaylar. Payg'ambar ulgu tutaylar. Bizga ular shu vaqtga borganda dağı beshikka biz namoz bilan kiramiz. Jana payg'ambarning o'z bilan kiramiz. Shundaylar Allah Teala bizi bu dunyoga sinov uchun yaratdi. Bu dunyo 3 yillik kun. Bugungi ertangi yashaw qarangizlar. Yashaw kun sayin o'tib жатады. Kun sayin o'tib boratadi. Kun sayin oxiratga yaqinlashamiz. Kun sayin dunyodan qo'shlashamiz. O'shanda Allah subhanahu wa ta'ala bizga namozni berdi.
50 mal namazın sonunu. Ne 50 mal namazı verdi qarağızlar. Kimde kim namazda bekem olsa, ahirette hesap savcıyın болады. Namaz bekem olsa, yaşosu nurlu болады. Yaşosu yaxşı болады. Namazda bekem olayım Müslüman dostlar. Namazı başlayla. Kaçan gana biz namaz baştan namazı bekem olsa, ahirette beyişti giriyor bizge namaz yatan beredi. Oşonluktan parmarsın sanan ötörü bağında bizge namaz, pendel namazı kaldırmasa kende bizge ayya vay kısalat bulun. Meni sünnetin taştağısı kende ayya vay kısalat bulun karamazarça. Biz akırga parmarsın ümmet bolan şuyur kılayla. Bizim kitabımız var Kur'an-ı Kerim. Kur'an qarab yaşaylı. Kur'an qarab düzünöyle. Kur'an adamda oңдойт. Kur'an adamda yaşosun nurlayt. Qanchalik Kur'an'a bekem bolsak, qanchalik sünnetke bekem bolsak, oşonchalik yaşoos yaxşı bolot. Payg'ambarimiz Allah subhanahu aytib turadi. Kimde kim 5 vaqt namazda bekem bolsa, inanı bardyk qiyinchiliklardan, bardyk müşkül işlerden qutqaran bolot. Qarаңыздарчы. Payg'ambarimiz hadis aytib turadi. Kimde kim namazın hiç qachon tashlabay o'qib yursa, beshikka kiruga sebep bo'ladi. Qarаңыздарчы. Allah subhanahu taala bizga ne'matlarni berib qo'ydi. Ошондуктан namazı bekem bo'laylik. Jana birinchidan niyat tuzayli. Alloh taolo Qur'onda aytadi, birinchidan innamal a'mal binniyat. Daima niyetingni tuz qil deydi. Ertemene turganda alhamdulillah Allohga shukr. Allah meni bugungi yashashimni qaytarib yashashga bosibdan turibdan Allohga shukr aytaylik. Allah taolo bizga yashashni berib жатат. Nega pendem tavba qilib qolsin deb, pendem mendan kechirim so'rab qolsin deb tavba qilib Alloh taolo kundan yashab berdi. Namaz o'qisak da yashab o'taveradi. Musulmonlarim ошондуктан бирге бир эскертүү Müslümanlar пайда берет дейт. Ошондуктан намазды бекем кылайын. Алла таала кайтайлы. Бизди бул аламда 2 жашоо күтүп турат. Өткөндөн бири беш, бири тозок. Кабырда берилчү сурак. Ман Роббук, мен диник. Роббин ким? Динин кайсы? Kur'an'ın kaysen sorular belli. Ahirete derdanayla. Bugün ahiretine girdare. Allah Teala bizi de ahirette kütüp жатат.